BYD Khan u kelmaydi, u paydo bo'ladi. Devorlar titramaydi, faqat qarashlar o'zgaradi. Deyarli 5 metr uzunlik shaharda o'z izini qoldiradi. Obzorimizni boshladik. Bu mashina signal bermaydi, lekin uning borligini his qilasiz. 3 metrlik g'ildirak bazasi, ustunlik, og'ir emas, ammo jiddiy. 228 ot kuchi, 310 Newton moment, 709 soniya, ammo bu raqamlar emas, bu kayfiyat. To'satdan emas, nazorat bilan. Orqa osma, stabilizatsiya, sport rejimi, Pirelli P0 shinalari Khan ko'rsatmaydi, u qila oladi. 380 litr yukxona hajmi. Bu mashina sizga o'xshamaydi, u sizni ifoda etadi. Tashqaridan jim, ichkaridan sizning qalbingiz kabi keng. Ichkarisi ilhomlangan texnologiya, 15.6 dyuym, D-Link, NFC kalit, avtomatik eshiklar. Bu yerda tugma bosish emas, niyat yetarli. Khan tanlov emas, muhit, isitiladigan o'rindiqlar, massaj, teatrga o'xshash musiqa, Dyna audio akustika tizimi. Hatto orqada ham o'zingizni sahnadadek his qilasiz. Khan kelajak deya baqirmaydi, u sizni ilgari tortadi va unga qarab o'ylaysiz. Bu boshlanish, bu mashina emas, bu xotiraning shakli. Test drive'ga yoziling, batafsil ma'lumot izohlarda, keyingi obzorda ko'rishguncha.